Do'stlar, tong baribir otadi. Shayx Nadim al-Jisr shuni anglab yetadiki, bu insonni atayin ko'zlarini shamg'alatish uchun qabr atrofi xaroba ekanligini bildirmaslik uchun qorong'u paytda olib kelganligini. Qarasa, qabr atrofi hali ham xaroba, juda ham qarab bo'lmas ahvolda. Shayx Nadim al-Jisr bu holatdan juda ham ta'sirlanib ko'zlariga yosh olib Toshkentga qaytadi. Toshkentga qaytish davomida hech kimga gapirmaydi, bir so'z demaydi. Bu holatni chuqur o'rgangan shoir Xurshid Davron shuni yozadiki, Shayx Nadim al-Jisr Toshkentga yetib borganda Toshkentdagilardan shunday iltimos qiladi. Qabrni men shunaqangi bir radiusda kovlab olayda, Livanga olib ketay. O'sha kovlab olingan radiusdagi tuproqning og'irligi qancha bo'lsa, o'sha og'irlikka teng miqdorda men sizlarga oltin olib kelishga va'da beraman. Do'stlar, ko'rib turibsizlar. Alhamdulillah, mashalloh, hozirgi Imom al-Buxoriyni qabrlari, majmuasi qanaqa ekanligini. Shunaqangi darajaga kelishiga sababchi bo'lgan insonlarga minnatdorchilik bildirgan holatda Imom al-Buxoriyni kimligini bu insonni ta'riflashga so'z ojiz. Islom dinida Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi manba hadislar jigarlar. Ana shu hadis ilmining sultoni, bizgacha eng ishonchli sahih hadislar yetib kelishiga sababchi bo'lgan inson Imom al-Buxoriy. 600 mingdan ortiq hadisni yoddan bilgan. Al-Jami as-Sahih kitobining muallifi. Bu insonga bundan ham ortiq ta'rif berardim, lekin qalblarim yayrayapti to'g'risi. Do'stlar, qalbimda quvonch. Bu majmuani ko'rib, mashalloh.